Salom do'stlar, sizlar bilan Dalasa Mava. Xo'p do'stlar, albatta bugungi videomizda ham ajoyib tarkibimizni full qilishda davom etamiz. Demak do'stlar, videoni men boshlaydim. Yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, kanalga yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'ling. Demak, videoga like bosgan bo'lsangiz, men videoni boshladim. Xo'p do'stlar, men Sakaning pastidan bitta 100 chiqarishga harakat qilmoqchiman. Demak, texnika berib ko'rmoqchiman. Qani, agar Sakaga tushsa omadli bo'ladi. Yo'q. Do'stlar, omad deganda men nimani tushunaman? Salohning taklinga tushganini qarang do'stlar. Taklinga ham tushadimi? Alavaning shotiga tushib nima keragi bor endi? Va bizda Cristianoning shot darajasiga tushmoqda. Mana bu yaxshi. Davidning pas darajasiga tushmoqda. Va Bergfors berilmoqda, lekin kontrol darajasiga tushib bermoqda. Pas darajasi 89. Bergfors va 88 pas. Yana taklinga tushmoqda Salohning. Shu pas darajasiga tushmaydimi? 90 bo'lardi. Koksuning shot darajasiga tushmoqda. Va bo'ldi. Endi fitness berishda davom etamiz. Fitness berganimizda Luis Diazning staminasiga tushmoqda do'stlar. Ajoyib. Cristianoning satarasiga tushishi muhim ham emas. Isconing satarasiga tushmoqda. Bugungi videomizcha omadli boshlanmadi. David staminasi va bizda internetda Hop do'stlar, bizda biroz internetda muammo bo'ldi. Orada kesib ketdim videoni. Fitness. David Alabaning staminasi 76. Lewandowskining satarasi esa 98. 90 kartali oldu. Luis Diaz'da esa 97 tezlik. Satara 97 bo'ldi. Eder Militao'da va Harry Kane 90 kartasida 99 satara. Biroz internet muammo bo'lyapti. Wi-Fi biroz uzoqlashyapti. Va ko'ksuga berilmoqda, tezligiga tushdi. Iloji mana shu videoda barcha kuchaytirgichlarni tugatib yuborsam yaxshi bo'lardi. Keyingi videolarga esa yangi g'oyalar bilan chiqamiz. Biroz tezlashtirib yuborsam ham bo'laveradi orada. Erlingga tushdi yana. Erling 91lik kartasida. David Alaba va Lewandowskining satarasi 99, kartasi 91. Kane hamda Lewandowski bir xil ketyapti hozircha. Va Salohda stamina 90. Ajoyib. Salohda satarasi 73.
188. Stamina Erlingda 98. Hop. Lewandowskining tezligi Ko'ksuning tezlanishiga tushmoqda. Xo'sh. Erlingda staminasi 99 va 3-yuz ham chiqishi mumkin. Yana bir marta tushsa, Harry Kane'da 1-yuz chiqdi. 90lik kartasida. David Alaba, Bukayo Sakaning tezligi tezlanishga tushdi va Erlingda tezlanish 90 bo'ldi. Hop, Lewandowski do'stlar, connecting problems bo'lyapti bizda. Xo'sh do'stlar, biz orada yana to'xtalish qilamiz va bizda David Alabaga Berghaus berilmoqda. STR darajasiga tushib berdi. Salah, Isco, David Alaba, Cristianoning staminasi. Cristianoning shotini 100 qilishimiz kerak. Tezlanish keyinda va yana STRga tushmoqda. Muhammad Salahda va biz ikkitalik kuchaytirgich berganimizda Lewandowski hamda Ko'ksuvlarga tushdi. Va endi texnika kuchaytirgichlarni berishda davom etaveramiz. Eder Militauning taklingiga tushmoqda. Isconing kontrol darajasi, Erlingning kontrol darajasiga tushmoqda, shot darajasiga tushmasdan. Va mana sizga omad. Va yana kontrol darajasiga tushmoqda. Hop, mana past darajasiga tushdi mana Bukayoning. Mana sizga yana omad. Yana bitta omad kerakmi? Faqat taklingga tushganini. Va Bukayoning shot darajasiga tushdi. Va do'stlar, bizda shu bilan tarkibimiz shunday holatga keldi va do'stlar, albatta keyingi qismlar chiqishini xohlasangiz faol bo'ling. Kanalda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani o'qib qo'ysangiz keyingi videolarni o'tkazib yubormaysiz. Sizlar bilan har doimgidek Dalasa va tarkibimiz shunday holatga keldi. Albatta keyingi qismlar chiqishini xohlasangiz faol bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar